Bel sohasidagi og'riq, buyrak sanchig'i. Ko'pchilik bemorlar bu gapni qo'rqitadi. O'zi buyrak sanchig'i qanday namoyon bo'ladi? Belda og'riq, ko'ngil aynish va og'riqda qovoq sohasiga berilishi. Mana shu 3 ta narsa buyrak sanchig'ini belgilab beradi. Bu qaysi holatlarda bo'ladi? Bu ko'pincha siydik yo'llarga tosh tiqilib qolsa yoki tosh turib qolsa yoki bo'lmasa kista siydik yo'lini to'sib qo'ysa yoki bo'lmasa tashqi tomonni qandaydir to'siq bo'lsa, ya'ni har xil o'smalar bo'lishi mumkin, har xil ichaklardagi muammolar to'sib qolishi mumkin siydik yo'lini. Mana shunda buyrak sanchig'i, ya'ni pochna ko'ligi kuzatiladi. Bunday holatlarda bemor juda qiyinchilik bilan o'tadi. Buyrak sanchig'ini og'rig'i juda ham kuchli kuzatiladi. Biz bemorlarimizdan kelib chiqqan holda aytib o'tamiz. Birinchi o'rinda vahima qilmaslik kerak. Tez tibbiy yordamda 2 soatlar kutish shart emas. Uy sharoitida o'zingizga birinchi yordam ko'rsatishingiz mumkin. Qanday qilib? Birinchi o'rinda har bir uyda bo'lishi mumkin bo'lgan og'riq qoldiruvchi preparatlarni oqtarib ko'ramiz. Bu paracetamol bo'lishi mumkin, nemesil bo'lishi mumkin, diklofenak bo'lishi mumkin, tabletkalari. Agar uyda ukol, analgin, mana shular yordamida og'riqni vaqtinchalik qoldirish mumkin. Suv iste'mol qilish albatta to'xtatilishi kerak. Ovqatlanmaslik kerak. Mana shu holatlarda bemor o'ziga birinchi yordam ko'rsatishi mumkin. Birinchi tez tibbiy yordam ko'rsatganingizdan so'ng albatta mutaxassisga murojaat qiling, ya'ni urologga murojaat qilib, buni asl sababini aniqlab, uni davolash kerak. Hech qachon siz o'z uyingizda bunday holatda davolanmang.